Assalomu alaykum hammaga. Bugungi darsimiz azot mavzusi haqida bo'ladi. Azot yunoncha azos, jonsiz, atom raqami 7 bo'lgan kimyoviy elementdir. Azot nitrogenium belgisi bilan ifodalanadi. Lotincha nomi. Azotning kimyoviy belgisi N harfi bilan belgilanadi. 1772-yili Shotland olimi Daniel Rutherford tomonidan kashf etilgan. Xarakteristikasi: atom raqami 7, atom massasi 14, normal sharoitda azot gaz, rangi rangsiz, klassifikatsiyasi metalmas, elektron manfiyligi 3, qaynash temperaturasi 77,36 Kelvin yoki -195,79 Selsiyni tashkil etadi. Erish temperaturasi 63,05 Kelvin yoki -210,1 Selsiyda eriydi ekan. Zichligi 0,001251 gram taqsim santimetr kubni tashkil etadi. Mana Daniel Rutherford tomonidan kashf etilgan azot kristal panjarasi mana shunday tuzilgan bo'ladi. O'zi olimni ko'rinishi mana. 1749-yilda tug'ilib, 1819-yilda vafot etgan. Azot kimyoviy belgisi N, nisbiy elektron manfiyligi 3, tartib raqami 7, atom massasi 14. Elektron konfiguratsiyasi 2s2 2p3. Azot tasvirini ko'radigan bo'lsak, suyuq holgacha sovitilgan azot ko'rinishi mana shunday bo'ladi. Atom tuzilishiga keladigan bo'lsak, azotda markazida, ya'ni yadroda 7 ta neytron, 7 ta proton va uni atrofida 7 ta elektron harakatlanadi.